Madina Munavvarada olishlikka eng afzal narsa bu ajva xurmosi. Madina Munavvarada olishlikka eng afzal narsa bu ajva xurmosi. Makka Mukarramadan olishlikka eng afzali Zamzam suvi deyilgan. Endi Madina Munavvarada ko'p hojilarimiz o'zi asli 4 kun vaqtlari bor, 4 kun 3 kun vaqtlari bo'ladi. Bu kunda o'zi asli faqat ibodatga sarflashimiz kerak. Ya'ni bozorga chalg'imasligimiz kerak. Imkon qadar ibodatni mukammal qilaylik. 3 kun 4 kun vaqtimiz imkon qadar masjidda o'tsin. Makka Mukarramaga borganda arzon bozorlari bor. Kakiya, shunga o'xshash har xil bozorlar bor. Shu bozorlarda narxi ham arzon. Bir ko'p. Ya'ni sovg'a salomni har turi bor. Madina Munavvaradan ko'ra sovg'a salomni bitta joydan olishning imkoniyati bor. Makka Mukarramadan sovg'a salomlarni olishligingiz mumkin. Ya'ni Kakiya bozor, shunga o'xshash arzon bozorlar bor. Bu joylardan bitta joyda ishingiz bitadi. Ya'ni Madina Munavvarada har xil joylarda, misol uchun bitta magazinda siz qidirgan narsa bo'lmasligi mumkin. Har xil joylarga yurasiz, vaqtingiz o'tadi. Vaqt kelsa namoz vaqtida ham, misol uchun peshin yo asr vaqtida azon chaqirsa, ko'p yurtdoshlarimiz bozorda bo'lib qolyapti. Vaqti bozorda o'tib ketib qolyapti. Yo'q, o'zi asli 4 kun vaqtingiz bor. 4 kunda har bir kunini 5 mahal namozini o'sha Masjid-i Nabaviyda o'tkazishimiz kerak. Aytganimizdek, Madina Munavvarada faqat xurmo olinglar, ajva xurmo. Qolgan sovg'a salomlarni Makka Mukarramada o'sha gruppa bilan kelishilingan holatda bir kunimizni bozorga ajratamiz, bozor uchun. Ya'ni bomdod namozidan keyin gruppamiz yig'ilib, to'planib, birgalikda bitta mashina qilib boriladi. O'sha Kakiya bozoriga boriladi. 4 soat, 5 soat vaqt beramiz. Bemalol nima kamingiz bo'lsa olasiz va shu bozor masalasi yopiladi.